Uyda nega bunaqa badbo'y hid borligini bilasanmi? Hozir buyumlarning o'zi senga butun haqiqatni aytadi. Assalomu alaykum. Men muzlatgichman. Ichimda turli mahsulotlarning hidlari doimo aralashib yuradi. Tokchamga bir stakan soda qo'ying. U yoqimsiz hidlarni tez singdirib, ichimni doimo musaffo saqlaydi. Men suv chiqarish teshigiman. Bu yerda yog', ovqat qoldiqlari va mog'or yig'iladi. Shu sabab yoqimsiz hid paydo bo'ladi. Teshikka soda seping, ustidan sirka quying. 10 daqiqa kuting. Shunda yoqimsiz hid butunlay yo'qoladi. Men axlat qutisiman. Meni tez-tez bo'shatsangiz ham tagimda yoqimsiz hid qolib ketadi. Ichimga gazeta, soda yoki qahva qoldig'ini soling. Shunda yoqimsiz hid umuman bo'lmaydi. Men gilamman. Menga oyoq kiyim, ovqat va uy hayvonlarining hidlari tez singib qoladi. Kechasi ustimga soda seping, ertalab esa yaxshilab changyutgich bilan tozalang. Shunda doimo toza va yoqimli hid tarataman. Men kir yuvish mashinasiman. Doimiy namlik sabab ichimda mog'or va yoqimsiz hid paydo bo'ladi. Har oy bir marta soda va sirka bilan bo'sh yuvish dasturini ishga tushiring. Shunda ichim doimo toza va musaffo bo'ladi. Men gaz plitasiman. Yog' va ovqat qoldiqlari konforkalar ostida hamda pechim ichida yig'ilib qoladi. Meni muntazam soda va limon bilan arting. Shunda kuygan hid yo'qoladi va doimo